Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Soyutiniki Halifler Tarihi namlı kitabdaki dersimizdeki devamında yanında bugün Ali raziyallahu anh'uniki hayatlarıniki ahirki minutlarda turbatımız. Bugün hem de Soyuti rahmetullahi aleyh bizge Ali raziyallahu anh'uniki bir kısım şiirlerini tanıştırmakçı. Hem de şiir şu bütün dünyadaki milletler içinde en şiiriyetki bay sözgü bay milletmiş Araplar boz gerek. Çünkü bu da ezelden cahiliyetten tatip bizim şiiriyet nezmi arkalık fakirlandığan, andın şu cenglerge teşebbüs kılıdığan, andın öz aramındaki kabilevi asasıki özünki şu iftiharını namayan kıldığanğa şiirin asaslık bula özünki teşvikat kuralsız işlengen. Bir kabileniki en dağınlık sözmen, natık şairi şu kabileniki asaslık hem cihetke bir teşvikatçısı rolünü oynaydı. Hem de İmam Şabi'de rivayet kılınan bir mezmunda Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu'mu ançımızca şiir nezm tokuya alaydıken Ömer'miş şundak. Lekin Ali raziyallahu anhu bulanın içinde en bekrek şiriyet talantına ait güçlügrek adamken. Nebiyetül Eşşa'i degen kişi rivayet kılgan yana bir mezmunda Ali ibn Abu Talib tövendeki şiirini özü okugan, özü yazgan deydi. Bu şiiriniki hem de umum mezmunda mındaqken hem de ümitsiz bolup işin puşkanda, musibetler arqı basqanda, dananın aklımı bolup çaresiz, şu halda dualarını, kılgın duanı ümitsiz bolmağın ol Hudadın tanışaydı periyatlarını diye mezmundaki şirken. Bu hem de mındalık bir ilticam, bir munacet süptüdeki şirken. Her kandak musibetninki ahirleş peytkege vaxtıda bu yani özlükiden bu içilip yani bir hoşallık bir halet peyda buludu. San uğuluşudu diyen şir. İmam Şabi rahmetullahi aleyh yani şundak depti bu adam. Şu'bi yani Şabi mi deydi. Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu şundak degen ki. Hem de bu adam hem qanday adam geldiği vaqtda özünki başqa bir dostununki hem sohbet dostanlığını taz yaxtı olmaydigan. Hem de şunun qarta bir adam nasihat qilib, yani qanday adam özünki sen dost bolışqa, sana ülpetdaş bolışqa münasip diyen mezmunda bu nasihatni bergenken. Hem de bu şiirde diyen sözü hem de asasen şu qanday dostlarını dost tutuş haqidagi bergen ko'rsatmasa bu bir nasihati. Bu adamlar nayeti kalbi uygaq, kalbi nayeti hikmetga to'shqan adamlar bo'lg'achqa bu adamning nasihatlari asasen nayeti to'limi nayetliqi reallikqa amaliyotga nayet uyg'un bo'ladi. Bu şiirde mundaq debdi: "Nadanga bo'lmag'in hamra, yiroqdir uningdan asla. Nurg'un nadan do'stlar o'tmishda özün keng qo'saq oq ko'ngil do'stini to'la yıqtib, dağdı qo'yib keldi. Adam o'ziniki do'stiga biqib, o'zing hamroyiga do'stiga biqib o'lchindi. Shu do'sti qanday bo'lsa, shu odam shundadir demoqchi-da. Har qanday shay'i o'z xili bilan yurur, yoki o'z xili bilan do'st bo'lar. Qalbning aynikidir. Har vaqt uchrashqiningda. Ya'ni do'stingga uchrashqiningda sening qalbing, ya'ni şu tuyg'un bilib turdi degan mezmun bo'lish kerak oyga. Ammo şiirnimi qanday odamlar bilan do'st bo'lish, ya'ni aqlli, zaki odamlar bilan do'st bo'lishniki bir to'g'ri bir o'lcham ekanlikni buningda deb bergan bu odam. Endi Mubarrat degan ayt bir cho'ng shoir, adabiyat adam arablarning ichidagi. Bu odammi hamda shundoq degan ekan hamda. Buni odamlar asosan adabiy temalarga ko'ngil bo'lgachga Ali ibn Abu Talib raziyallahu anhu'niki qilichiga mundaq mazmun yezilgan ekan, yoki uyalgan ekan. Bu şiirninki mazmuni ham shu rizq, dunyo majlisidagi şiir bo'lib, bu şiirda mundaq debdi: "Kishilar o'ziniki aqllarini ishlatib, ilm fikrlarini ishlatib dunyoga herisman bo'ladi. Bu dunyoni eng pokir topdim degandimi azroq uningga bir dug' aralashib turdi" deydi. Dunyoni aql bilan topqilinmaydi. Bu dünyani Xudoning bekitgan o'lcham taqdiri bilan shunga loyiq erishdi.
nurgun aqlliq acayip adamlar var. Bu adam dünyaya erişemeydi. Ahmak, nadan, döt adamlar var. Bu adam şu yıkılıp düşüdüğün da galdon adam da. Lekin bu adam boyulap mal dünyaya erişip ketdi. Eğer mal dünyanı, rızkını kuch bilan yoki aql bilan topqilib olgan bo'lsa, qochuqlar qushqashning rizqini ko'tarib yurgan bo'ladi deydi. Demek en aciz qushqashlarniki rizqini qochuqlar ko'tarib. Ya'ni qochuq eng kuchlik, shundaqlik yomon, o'tkir, zaki bo'lsa-mu, qushqashlar aciz bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo yana buningga o'z loyiqida, buningga o'z loyiqida rizqini berdi. Demek rizq masalasi Xudoning bir taqdir, azalidagi bir masalasi deb, ya'ni bir taqdirga ilib qo'ygan bu odam. Hamda Hamza ibn Habib Zayyat degan kishi rivoyat qilgan yana bir mazmunda Ali ibn Abu Talib mundaq deydigan edi. Siringni o'zingdan boshqa odamga dema. Siringni o'zingdan boshqa odamga demagan. Har qanday do'stinki do'st bo'ladi. Men mushu eng nachar odamlarniki mushu to'g'ri yuzni qo'ymaydigan, tashlab qo'ymaydiganligini, ya'ni karunmay yurmaydiganligini men ko'rdimligini, ya'ni shu nachar odamlar shu boshqalarniki o'z obro'yi bilan davomli gaplashib turdi degan mazmunni asos qilgan bu she'rda. Bu odamniki yana bir muhim hikmatlik nasihatlar bor ekan, buni bir ko'rib chiqaylik, anglab chiqaylik. Bu odam ham o'ziniki yaqinlarga, bolalarga nasihat qilib bundoq degan. Mendan shu 4 ishni yaxshi ching tutib anglagan bolam deb. Uqbat ibn Abi Sahba degan kishi rivoyat qilibdi buni. Bu odam deydi. Hamda Abdurrahman ibn Muljim Ali roziyallohu anhu pichoq bilan urgan vaqtida, qilich bilan urgan vaqtida Hasan o'g'li hamda kirib yig'lab chiribdi-da. Ali roziyallohu anhu o'g'liga debdi. Balam mush 4 gapni ching saqlagan balam. Degandan jinim dada bu 4 gap nima gap desa mundaq debdi. Eng ashaddiy cho'ng katta boylik aqldir balam. Eng ig'ir yo'qsizlik ahmoqlikdir. Eng g'urbatchilik odam o'zidan mag'rurlanishdir, ta'ajjublanishdir. Eng sehi mardlik go'zal axloqdir. Mush 4 gapni yaxshi ching tutib, mush 4 gapni ching o'zingizga o'lcham qilib men debdi. Shunga jinimda da yana bir 4 masalacho degan vaqtida bu odam mundaq debdi. O'g'lim, ahmaq, döt, nadan odamlarga siz do'st bo'lmang, unda odamlar bilan aralashmang. Unda odamlar sizga yaxshilik qilaman deb sizga ziyon yetkazib qo'ydi. Dötlikidan. Kazzab odamlar bilan do'stona bo'lmang. Undaq odamlar sizga yiroqni yaqin, yaqinni yiroq qilib turadi. Yani boshqalarni oranglarni buzib turadi. Bexil odamlar bilan hamroh bo'lmang, do'st bo'lmang. O sen to'lim ehtiyojli vaqtingda o jim qarab güshib turib oladi. Fajir, yomon odamlarga sen yana do'stona bo'lmang. Undaq odamlar sizni arzimas narsalarga har vaqt xiyonat bilan setib turadi dedi. Bu ne kadar bu degan go'zal nasihatlar, bir falsafilik, bir ahlak teşebbüsü ekan bu. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ayetlik ders görüşeyle. Allah'a emanet.